Hech kim bilan ishimiz yo'q. Do'sti yoronga begona bo'ldik. Ha, endi uydan chiqmay o'tiraverganingizdan keyin birov sizni eslaydimi? Yo'q. Endi uyda bir eslab qolgan bo'lsa, duo qilib qo'yadi. Ko'rishib, gaplarni ko'z mehrida deydi-yu. Endi ashnab bo'lib, baqachalarni ichiga chiqib, durdona bo'lib o'tiraverasiz ekanda. Haliga. O'shalar nimani ibratli so'z bo'lganligi uchun bilib yozib qo'ying, bunga qarayman bo'lsa o'shani Farhod qatta, o'shani o'qib beraman. lekin qatta. Ibratli bo'lganligi. Toshkentda edi kecha kelishdi. To'qotish berishimiz damagan. Hali bir og'iz nimasiga Qaysi bog'ning yangi telefonimi? qo'shimchada endi bu. Yangi telefoningmi bu? Dadamniki. Bunun ichida bormi, yo'qmi? Men Instagramda bizga ham chiqib olibdingiz. Men isbet olganimni rasm olib qo'ygan ekan. Oqtagi chiqdi. Taqad olibdi. Eshitib turibsizlarmi? Bu boshqacha formalari ham bor, endi oddiy narsa ekan. Bir qatra suv bilan cho'mdim dengizga, kirdim sadafga durdona bo'ldim. O'zim bilan o'zim bo'ldim ovora, barcha do'stlarga begona bo'ldim. Sabr qanoatdan topdim barakot, itoat va ibodatga hamxona bo'ldim. Kimda bo'lsa dard, bo'ldim dardkashi, dardkashi nodon hamxona bo'ldim. Yaxshi-yu yomon qolmadim dom, gardishi davroniga hayrona bo'ldim. 4 kunlik dunyo o'tar u ketar. Donolar so'ziga giryona bo'ldim. Ibrohim bukun aylar ko'p shukr qilib tövbalar, pinhona bo'ldim. Uyga kirib yashirinib yotib. Endi bittan emas, rasullar o'shanaqa. Omon aka ham shunaqa. Qur'on aka ham shunaqa. Pinhona bo'lib, birovga ko'rinmay yotaverasiz ekan. Yotib osmonga qarab yotganingizda dardlaringiz tilingizda aytmaysiz. Favvora bo'lib osmonga ko'tarilib turadi, ichingizdagi narsa.